Assalomu alaykum. Bugun bizning videomizda Telegram walletda ro'yxatdan o'tishni ko'rib o'tamiz. Walletga kirishda foydalanish shartlariga rozilik bildirgan holatda wallet hamyonini ochib olamiz. Ishga tushirish orqali wallet hamyoniga kiramiz. Bu yerda 3 qadamli davom etish tugmasini bosgan holatda biz parol o'rnatib olamiz. Parol o'rnatib yoqib olganimizda 4 xonali parol, xohlagan parolingizni o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Va biz bu yerda Gmail kiritamiz. Bu mening Gmail va bu Gmailga kelgan tasdiqlash kodini yozib yuboramiz. Va Face ID ixtiyoriy qo'shib qo'yishingiz mumkin. Va biz ana endi ma'lumotlaringizni qo'shib ro'yxatdan o'tish degan joyga telefon raqamimizni tasdiqlaymiz. Men telefon raqamim chet ellik, ya'ni yangi ochayotganim uchun mamlakat Marokash bo'lsa ham telefon raqamimni mamlakatni tanlab yubordim. Va bu yerda ism familiyaringizni aniq pasportdagidek qilib kirgizasiz, ya'ni Mirzayev Shahboz shu tug'ilgan yil sana aniq pasportdagidek bo'lsin. Va keyin o'tkazganingizdan keyin kutib turasiz va kutganingizdan keyin siz ilk bosqichdagi nimadan o'tdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz. 1000 yevrogacha aylantirishingiz mumkin. Bemalol aynan walletda P2P bozori O'zbekistonda yo'q, lekin chet ellarda P2P bozori ham ishlaydi. Va ana endi biz birinchi kripto kirgizish bu yerda menda Marokash ko'rsatib qoldi. Bu yerda xohlasam O'zbekistonga o'zgartirib olishim mumkin. Mana bu yerda bemalol O'zbekiston tanlab va bu yerda ko'rishingiz mumkin kripto to'ldirish va bu yerda xohlagan blokchaynimiz orqali kripto to'ldirishimiz mumkin. Va mana shunday hamyon va bu yerda biz mana identifikatsiyadan ilk bosqichdamiz. Mening asosiy akkauntim bo'lmaganligi uchun bunda to'liq ya'ni verifikatsiyadan o'tmayman, ya'ni ushbu darajani olmayman, o'rta darajasini. Menda to'liq mana ro'yxatdan o'tgan akkauntim bor. Mana bu akkaunt mana identifikatsiya bosqichining eng yuqori darajasigacha o'tkazib qo'yaman. O'rtasi ham bo'ladi. Xohlasangiz eng yuqori darajasini olib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bunda pasport ma'lumotlaringiz bilan ro'yxatdan o'tadi. Shuning uchun ilk bosqichda to'g'ri ma'lumotlar kiritishingiz kerak. Va biz ana endi kripto walletni ko'rib chiqamiz. Endi bu yerda Telegram wallet USDT xohlagan valyutangizni tanlashingiz mumkin. Birlamchi valyuta tilda xohlagan tilingizni tanlaysiz. Ingliz, rus tili o'zingizga qulay. Face ID ixtiyoriy, menda yoniq. Va biz ana endi walletni masalan interfeysi ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Va bu yerda ko'rib turganlaringizdek walletda kripto yuborish usullari bor. Telegram kontakt orqali komissiyasiz xohlagan odamingizga yuborishingiz mumkin. Va undan tashqi hamyonlarga, birjalarga, ya'ni sovuq valyutalarga, Tonke, Mayton valyut xohlaganlarga va bu yerda komissiyalar ham bor. %20 tonda eng arzon ton. Va biz ko'rib chiqishimiz mumkin savdo bo'limi. Savdo bo'limida juda ko'p xil kriptovalyutalar mavjud va eng yuqorisida esa eng yuqori o'sgan va eng yuqori tushganlarni ko'rsatadi. Va barcha aktivlar mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p blokchaynlar mavjud va memcoinlar ham. Bu ton aktivlar, ton blokchaynining tokenlari hisoblanadi. Mana bu daromad bo'limi. Daromad bo'limi bu yerda yillik shuncha foiz bergan. Ton 7% bersa, Xlem Stellar bor eng yuqorisi. Tonni ko'rib chiqamiz. Mana 7 mana bu yerda Xlem, ya'ni Stellar blokchayni bu hozir aksiya bo'layotgan ekan, 330 nima beryapti ekan. Depozit qilsangizda 330% dan yillik daromad olishingiz mumkin. Endi biz bu yerdan chiqib bemalol ko'rishimiz mumkinki, qidiruv bo'limi orqali masalan hozir aynan o'sha Stellar narxini ko'rib o'tamiz. Xlem narxini ko'rib o'tishimiz mumkin. Agar tashqi hamyonlardan Xlem qabul qilmoqchi bo'lsak, uning o'zini alohida blokchayn bo'lganligi uchun nimasi bor. Va bundan tashqari Xlemni bizlar aynan mana shu walletni ichida ayirboshlashimiz mumkin. Almashtirish bo'limi orqali biz USDT ga bemalol Stellar sotib olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda bir Stellarga 3 Xlem
aynan shunday qilib almashtirib olaveramiz. Bu yerda xohlasak bizlar xlemni, masalan, USDT xlemimiz boshqa aktiv Bitcoin ham sotib olishimiz mumkin. Bitcoin xaridi ham mavjud. Undan tashqari biz bu yerda bemalol Bitcoin sotishimiz ham mumkin. Va yana ko'rib chiqadigan joylarimiz biza daromad ko'rib va tarix. Eng oxirida tarix. Bu umumiy walletga kirdi chiqdi. Va bizda wallet mana shu ko'rinishda ishlaydi. Endi bizlar walletni yangi ochgan akkauntimizga o'tib olamiz. Ya'ni yangi ochgan akkauntimizga o'tib olamiz. Bu yangi ochgan akkauntimizda ham xuddi shunday savdo bo'limi, daromad, tarix, mana hech narsa yo'q hozir ochganligimiz uchun. Va bu yerdan ko'ramiz ton, ya'ni ton deb yozib qo'ygan bo'lim bor. Bu ton space bo'limi deyiladi. Ya'ni bu yerda sovuq hamyon yaratamiz, yangi hamyon yaratish bo'limi orqali bu yerda qo'lda zaxiralaymiz. Qo'lda zaxiralashda 24 talik kod beradi va uni 3 tasini siz yodlab qolib, mana shunday tarzda kirasiz. O'zi aytgan 3 ta ixtiyoring va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bizlar endi ton sovuq hamyonni ochdik, ya'ni markazlashmagan hamyoni bu. Bu yerda walletni markazlashmagan hamyon orqali ham biz kriptoni walletga yuborishimiz yoki walletdan qabul qilishimiz ham mumkin. Tonkeeper kabi ishlaydigan sovuq hamyon hisoblanadi. Va bu yerda biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan joylari qanday to'ldirish mumkin, ya'ni kripto hamyondan o'tkazish mumkin, tashqi hamyon, boshqa hamyonlarni olishimiz mumkin. Mana ton adresimizni olib xohlagan birja yoki nimalardan qabul qilishimiz mumkin. Va bu ton walletning rasmiy kanali hisoblanadi. Biz ko'rib chiqamiz. Ton walletdan ton space'ning farqi bu yerda biz xohlagan NFT'larimiz, ya'ni Telegram giflar, xohlasak boshqa NFT'lar saqlashimiz va Telegram walletda listing bo'lmagan tokenlarni ham, ya'ni ton blockchain'dagi tokenlarni ham saqlashimiz mumkin. Va bu ton space faqatgina ton blockchain'i bilan ishlaydi, boshqa blockchain'lar bilan ishlamaydi. Telegram wallet bo'lsa boshqa blockchain'lar ham bilan ishlaydi. Boshqa blockchain'lar bilan ishlash bilan bir qatorda bundan verifikatsiyadan o'tishimiz shart emas va biz ton space'ni elektron pochtamiz orqali zaxiralashimiz mumkin yoki bizlar aynan mana bu yerda zaxira va qayta tiklash iborasi nomli maxsus, ya'ni ton blockchain'dagi setphasing deyiladi, ya'ni maxsus iboralar orqali boshqa tonkeeper yoki MyTon wallet sovuq hamyonlariga bu ton walletimiz ko'chirishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda bu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lgan joyi daromad bo'limi mavjud bunda ham, ya'ni ton Telegram walletga o'xshash, bunda faqatgina foizlar pastroq bo'ladi. Chunki bu markazlashmagan oddiy sovuq hamyon hisoblanadi. Va Telegram wallet rasmiy ravishda O'zbekistonda tasdiqlangan hamyon hisoblanadi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni nab.uz sayti mana litsenziya bergan. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.